Hayratlanarlisi yana shundaki, sen aytishingcha, sen bularni qilishing kerak. Ya'ni azob chekish kerak. Shunday yashashing kerak va u senga qulay bo'lish kerak. Shundan keyin mabodo qandaydir miqdorda yordam berishi mumkin. Xuddi shunday. Va bir kuni dengiz flotida ish beruvchi bo'lib ishlab yurgan paytimda MITga taklif qilishdi. U yer o'ta aqllilar uchun, men uchun emas. Men hayvon sifat aqli past jangchiman. Keyin u yerda bir erkak bor edi. Ismini unutdim. Menimcha kattasi bo'lsa kerak. Keksa yoshli, oq tanli, o'ta aqlli. Bu seminar edi. O'quvchilar bizga dunyo qarash va psixologik qat'iyatlilik, shunga o'xshashlar haqida savol berishdi. U javob berdi. Men esa javob bermadim. Buni hech qachon unutmayman. U savollarga nazariy jihatdan javob berdi. U hech qachon issiq o'rindan turmagan odam edi. Bir dunyo kitob o'qisam, ong qanaqa bo'lishini bilaman deb o'ylaysanmi? Men bolaligimdan tortib shu yoshimgacha jahannamdan o'tib keldim. Shu sababli shunday nazariya menga ahamiyatsiz. Ha, o'qishga arzigulik yaxshi kitoblar bor, lekin agar sen o'zing jahannamni boshdan kechirmagan bo'lsang, u yerdan qanday chiqib ketishni o'rgana olmaysan. Sen buni boshqa birovning nazariyasi yoki qandaydir kitobdan o'rgana olmaysan. O'sha kitobni yozgan odam issiq ofisda, qo'lida chiroyli bir finjon qahva bilan o'tirgan bo'lsa, uni maslahatlari real hayot uchun unchalik mos kelmasligi mumkin. Yo'q, men o'sha odamni ko'rishni xohlayman. Kim o'zini jahannamga botirib, tark etishni, u yerdan chiqishni, xotinini, bolalarini o'ylab, nima uchun bu yerda ekanini, bularni barchasi bormi degan savollarni o'ylab, hali ham davom etgan va qanday qilib undan o'tishni o'rgangan. Aslida bu hammasining asosiy nuqtasi shundaki, biz hammamiz qayergadir tezroq yetib borishni o'rganishni xohlaymiz. Shuning uchun 6 daqiqalik press va shunga o'xshash narsalar mavjud. Ular kuch berishi mumkin, ammo ular doimiy emas. Doimiy natija nimadan keladi, bilasanmi? Buni har doim aytaman. Sen azob chekishing kerak. Buni miyangga qo'rg'oshingdek qo'yishing kerak. Shundan keyin vaqti kelganda uni unutmasligingiz kerak. Bir soniya uchun unutishingiz mumkin, lekin siz boshiga qaytib borishingiz mumkin. Men buni boshlanish deb atayman. Bu biz hammamiz boshdan kechirgan narsa. Biz ko'pincha qanday qilib kuchli ekanligimizni unutamiz. Lekin siz o'zingizni qayta tiklashni, bir necha soniya o'ylab, o'tgan narsalarni eslab, men yomon odamman deb eslab o'tishingiz kerak. Shunda siz bu narsadan o'tib ketishingiz mumkin. Agar siz bunga ishonmasangiz, demak siz hech narsani boshdan kechirmagansiz. Ko'p, ushbu odamning nazariyalari nima edi o'zi? Uni nazariyalar haqida aniq nima deganini unutdim. Lekin u stress ostida ongimiz qanday ishlashini va qanday qilib biz biror narsani bajara olmasligimizni aytgandi. Ha, men u uddalay olmaganini men uddaladim. U nimani qila olmaysizlar deganda. U aytmoqchi bo'lgani, agar siz ma'lum bir tarzda tug'ilgan bo'lsangiz, demak siz boshqacha bo'la olmaysiz. Uni aytishicha, hozirgi men bo'lishim uchun yo qonimda bo'lish kerak, yoki Xudo meni boshqalarga o'xshamagan qilib yaratgan bo'lish kerak edi. Men biror maxsus sovg'aga ega bo'lishim kerak edi. Meni qobiliyatim nimada ekanligini bilmayman, lekin u bunday bo'lish kerak edi. Biz biror joyga yetib borish uchun bunga tug'ilishimiz kerak edi. Bu konsepsiya nima edi? Va men nimaga tug'ilganimni bilaman va men ongimda qanday kurashganimni bilaman. Shunday qilib, u shuni aytganda, men o'zimni o'sha odamning yuziga qarab, bir odam menga savol berganida tinglab o'tirardim va u aytgan hamma narsaga mutlaqo qarshi chiqdim. Menimcha, men buni javobini bilardim. Balki sen tamom bo'lgan odamdirsan. Aniqrog'i hech narsani uddala olmaydigan. Lekin to'g'ri dunyoqarash bilan sen bu gap qandaydir oson eshitiladi. Bu oson eshitilmaydi. Bu haqiqatda oson. Men nima deyotganingni tushunaman. Bu juda sodda javob. To'g'ri, sen uddalaysan, lekin sen shu qorong'i xonalarga kirishing kerak. O'sha yerda shayton bilan, nafsing bilan kurashishing kerak. Ular bilan ochiqchasiga gaplashishing kerak. Va biz odatda bu 4 qatorli yo'lni tanlaymiz, oson yo'lni. U yo'llarda belgilar bor, restoranlar bor. Biz hammamiz 4 qatorli yo'lni yaxshi ko'ramiz. Biz har doim belkurakka qoqilamiz. Va men faqat o'sha belkurakni olib, o'zimni yo'limni yaratdim. Va sizda katta toshlar va boshqalar bo'lishi mumkin. Ular 100 kilometrni tezroq bosib o'tishlari mumkin, lekin hayotdagi bu yo'lni, o'zingiz yaratgan bu yo'lni o'tib borish juda qiyin. Juda ham qiyin. Ushbu podkast Qiymat loyihasi tomonidan tarjima qilingan. Podkastning to'lig'ini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Qiymat yopiq hamjamiyatiga qo'shilishingiz mumkin.
Bu orqali siz loyihani qo'llab-quvvatlaysiz va bu kabi uzun va sifatli kontentni tarjima qilishga yordam berasiz. Obuna narxi 48 ming so'm. Obuna ichiga har oy 2 tadan 4 tagacha tarjima qilingan podkast kiradi. Va bundan tashqari qaysi podkastlarni tarjima qilishimizga ham ovoz berishingiz mumkin. Tarjima va ovoz berish mehnati kuch va xarajat talab qiladi va qo'llab-quvvatlashingiz orqali qiymat loyihasi sizga qiymat berishda davom etishiga yordam berasiz. Obuna sotib olish uchun Telegram orqali qiymat adminga plus belgisini qoldiring. Havola video ostida.